Selam dostlar. Bugün sizlerge Norvegiyanın en qadimki dükkününü ko'rsatmoqchi. Bu dükkan Eidsvoss degan bir şehirde, ya'ni yezida desak bo'ladi. Ko'rganingizdek 1868-yili Norvegiyanın en qadimki dükkünü deydi. Bunun içinde şu gündelik buyumlar ve başka tamaklanıp satıdaki pölse, sosis, kaki, pizza degandek. Bu dükkan her gün ochiq bo'lgan. Biz yakshanba kuni kelgandik. Yakshanba kuni ochiq. İçinde şu oddiy sadda kichik ko'ringanlar eshiklarni almashtirmoqda. Bu burungi eshiklar. Hamma narsani topib oldik. Kichik. Bu dükkanın ochiq bo'lishi sababi shuning atrofida muzeyalar borki. Andan keyin bu dükkan şu Aykern degan ko'lning, Norvegiyaning ichki ko'lining atrofida bo'lishga bekcha qadam kelgan.